Bugungi mavzuyimiz sizlar bilan demak hol va bu ham bizda kitaba va muhaddasa qismida juda ko'p qo'l keladigan mavzulardan bittasi. Tushunarli? Demak mana shu mavzuni sizlar bilan kelayotgan daqiqalar ichida ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Demak hol o'zi bu nima? Desa demak hol bu gapiruvchini yoki yana ish harakat bajaruvchini holatini ko'rsatib beradi yoki bajaruvchini yokida bajarilayotgan narsani holatini ko'rsatib beradi. Tushunarli? Ikkita narsa. Ya'ni bu arab tilida foil yokida maf'ulun bihini. Tushunarli? Ikkosini ham o'tganmiz sizlar bilan, to'g'rimi? Demak, foil bu ish harakat bajaruvchi, to'g'rimi? Misol uchun kataba Ahmad desak, foil qani? Ahmad. Demak, bu yerda darsni kim yozdi? Ahmad. Ad-darsa demak dars. Demak, hol ana shu Ahmadni yokida ad-darsani nima qiladi? Holatini ko'rsatib berish uchun ishlatiladi arab tilida. Tushundinglarmi? Faqatgina ikkita narsa ekan xolos. Qaysi ekan bular? Foil yokida maf'ulun bihi deymiz. Tushunarli? Mana shu ikkita narsanigina holatini ko'rsatish uchun ishlatiladi. Va shu ikki hol, ya'ni maf'ulun bihi bilan foil sohibul hal deb ataladi arab tilida. Tushundingizmi? Demak, shu hol qatnashgan gapda yoki sohibul hal foil bo'ladi yoki nima bo'ladi? Maf'ulun bihi bo'lar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, endi yana aytadigan bo'lsak. Hozir bular hammasini yozmay ham ko'rsataman, birinchi yaxshilab tushuntirib oling. Hol demak bu doim, ya'ni ko'p holatlarda 90% ham deylik, fe'li jumlada bo'ladi. Tushundinglarmi? Ismiy emas, fe'li jumlada. Ko'proq fe'li jumlada ishlaydi. Ya'ni hol bo'lishligi uchun gapda albatta nima bo'lish kerak ekan? Fe'l bo'lishlik kerak ekan. Tushunarli? Albatta fe'l bo'lishlik kerak, bo'lmasa bo'lmaydi. Hozir shunaqa deb o'rganib olaylik. Chunki biz hozir umumiy hol haqida ma'lumotlar o'rganyapmiz. Hali sinchiklab ichiga maydalab kirganimiz yo'q. Tushunarli? Shuning uchun hozir bizga eng zo'r variant gapda fe'l bo'lishlik kerak ekan, hol bo'lishlik uchun. Tushunarli? Va ana shu aniqlanayotgan, ya'ni holatini ko'rsatayotgan so'zimiz nima bo'lish kerak? Aniq holatda bo'lishlik kerak. Tushundinglarmi? Noaniq holatda bo'lmaslik kerak. Nimagaligini ko'rsataman. Misol uchun, hop aytaylik. Yaxshi misol. Raja'a at-talibu g'adiban deylik. Ilal bayt. Mana qaranglar. Mana shu joyda mana aytayaptiki, talaba uyga qaytdi. Qanday holatda desa, g'odiban, ya'ni g'azablangan holatda qaytdi deymiz. Tushunarlimi? Demak, hol azizlar, mana shu misol orqali tushuntirib beradigan bo'lsam sizlarga, hol doimo nasb holatda bo'lar ekan. Tushundingmi? O'zi 2 safardan beri e'tibor bergan bo'lsanglar, faqat mansubotlar temasiga mansub bo'lgan mavzularni ko'rib chiqyapmiz, to'g'rimi? Birinchi maf'ullarni ko'rdik. Hammasi nasbda edi, to'g'rimi? Undan keyin kecha kun nima ko'rdik? Tamiz ko'rdik. Tamiz ham bu nasb holatda keladi. Bugun mana vaqtimizga hol ekan. Hol ham demak doim nima bo'lish kerak? Nasb holatda bo'lishlik kerak. Va hol sohibul hal bilan moslashadi. Tushundinglarmi? Bu yerda sohibul hal qaysi? Aytdimki, sohibul hal yo foil bo'ladi, yo maf'ulun bihi bo'ladi dedik. Bu yerda maf'ulun bihi bormi? Mana tarjimasi talaba uyga demak g'azablangan holatda qaytdi. Maf'ulun bihi ham doim nasb holatda bo'lishlik kerak. Sohibul hal qani bu yerda? O'zi foil qani bu yerda? Topib beringlarchi? Talib foil, to'g'rimi? Maf'ulun bihi qani? Maf'ul bihi yo'q. Roja'a fe'l-ku. Yaxshi gaplashaylik, o'ylab javob beringlar yoki
Mahiraxon deb yuborish kerak. Tamam? Demak, bu yerda maf'ulun bihi yo'q. Tamam? Mana misol uchun kataba Ahmad ad-darsada darsa maf'ulun bihi deganmiz, to'g'rimi? Darsni yozdi deyapmiz, ha? Endi roja'a qanaqasiga bu o'zbek tilidagi to'ldiruvchi bo'lishi mumkin? Qaytdi degan so'z. Mashhura? Ustoz, men o'zbek tilini ham bilmayman-ku degan javobni aytishingiz kerak deysiz, ha? Xo'p, yaxshi. Demak, mana bu joyda demak sohibul hal nima bo'lyapti ekan? Foil bo'lyapti ekan, ya'ni talib bo'lyapti ekan, tamam? Demak, hol mana shu o'zining sohibul hal bilan, ha, bu yerda foil sohibul hal bo'lyapti, ha? Holni egasi talaba, to'g'rimi? Kim holatini aniqlayapti hozir bu yerda o'zi? Talabani. Kim g'azablanib qaytgan? Talaba. Demak, sohibul hal talaba ekanmi? Ha? Mana shu bilan jinsda sonda moslashadi. Tushundikmi? Jinsda va sonda moslashadi. Ya'ni mana bu joyda qaranglar. Misol uchun Hoji Akbar kech qo'ygan holatida darsga keldi demoqchi bo'lsak, shu yerda ham sohibul hal kim bo'ladi? Hoji Akbar bo'ladi. To'g'rimi? Demak, foil bo'ladi. Demak, Hoji Akbar o'g'il bolami? Shuning uchun demak, bu ham muzakkar bo'ladi. Talib muzakkarmi? Demak, mana bu ham nima bo'lishi kerak? Hol ham muzakkar bo'lishlik kerak. Sohibul hal nechta bu yerda talaba? Bu ham birlikmi? Demak, mana bu ham birlikda turishlik kerak. Ha. Lekin illo biroq hal doim noaniq holatda, sohibul hal doim aniq holatda keladi. Tushundinglarmi? Shuning uchun ma'rifadan keyin kelgan noaniq holatdagi, nasb holatdagi so'z hal deyiladi. Shunaqa qoida ham bor. Ya'ni ma'rifa degani bu aniq holatdagi so'zdan keyin kelgan nasb holatdagi, noaniq holatdagi so'z hol bo'ladi degan. Tushundinglarmi? Bu yerda mana bu aniq holat, to'g'rimi? At-Tolib aniqmi? Ali bormi? Ko'rnyaptimi Azbek? Ha, advos. Qo'l ko'tardingiz-ku. Hello qilib qo'ydingizmi? Ha, uxlaganim yo'q hali. Xo'p. Yaxshi. Demak, mana sohibul hal doim aniq, ha? Doim aniq. Hol doim noaniq. Eslangizdan chiqarmanglar. Tushundinglar? Va yana nima doim noaniq holatda kelardi? O'tgan dars o'tdik-ku. Nima o'tdik? Ha? Tamyiz. Tamyiz ham doim noaniq holatda keladi dedim. To'g'rimi? Yo, uni udalet qilib bugungi holga nima qilib keldinglarmi? Joyni bo'shatib keldinglarmi? Ha? Mahira? Emasmi? O'tgan dars tamyiz o'tdim-ku. Mayli, endi Hoji Akbardan xafa bo'lmaymiz. Bu oylik limitini to'ldirgan endi kelyapti. Hozir bugun kelib ketsa, noyabrda kelaveradi shu bilan. To'g'rimi? Tamyiz ham doim noaniq holatda keladi. Va hol ham demak nima qilgan? Noaniq holatda kelar ekan. Eng qizig'i, tamyiz ham nasb holatda keladi. Hol ham nasb holatda keladi. Qanday ajratib olamiz? Qanday deydi-yu. Yaxshi, birinchisi gapni ma'nosiga qarab ajratib olsak bo'ladi. Holatdan bildirib ketsa ham bo'ladi. Sanalmish bo'ladi, o'sha tamyiz bo'ladi. Ha, ya'ni bu sonlardan keyin kelgan so'z dedik, to'g'rimi? Haligi bo'lsa-chi, misol uchun sukkanan keladi, to'g'rimi? Yoki da bo'lmasa masafatan keldi. Uni joylarda qanaqa qilamiz? Nima? Yaxshi, mana shu joyni aytmoqchi edim. Qaranglar. Tamyiz doim jomid so'z bo'ladi dedik, ya'ni ko'pincha holatda, to'g'rimi? Hol esa mushtoq bo'ladi. Tushundinglarmi? Hol bu mushtoq bo'ladi. Tamam? Mana bu g'odiban ham g'odoba fe'lini ismi foili. Tamam? G'odobadan yasalgan bu so'z. Tushundinglarmi? Hol mushtoq so'zlardan tashkil topadi. Ismi foil, ismi maf'ul bo'ladi. Tushundinglarmi? Nima bo'lsa jomid bo'ladi, tamyiz. Tushundinglarmi? U yasalmagan bo'ladi. Tamam? Shuni ajratib olsak bo'ladi. Tushundinglarmi? Demak, bu yasalgan so'z bo'lar ekan. Xo'p. Mana bu joyda mana sohibul halga qaytyapti. Sohibul halda nima variantini ko'rdik? Foil bo'lish variantini ko'rdik, to'g'rimi?
Endi maf'ulun bihi bo'lishini ham ko'raylik. Tamam? Maf'ulun bihi. Masalan, akaltu at-tuffaha desam. Shunga ham hozir ikkita hol yozib beraman ekan shunga qaranglar. Akaltu at-tuffaha qarasa ham mumkin. Yozmasmikin. Akaltu at-tuffaha tozajan jalisan deb yozaylik. O'zi boshqacharoq-ku, mayli, hozir o'rganishga bo'ladi. Jalisan. Tamam? Qarang. Kim tarjima qilaveradi shunisi? Tozaj degani sveji, yangi degan. O'tirgan. O'tirgan holda toza. Ha, demak o'tirgan holda yangi olma yedim. To'g'rimi? Xo'p, nechta hol bor shu yerda? O'zi hol bormi? Ikkita hol bor. Xo'p, birinchi qaranglar. Nechta? Ikkita? Sizda. Yo'q bo'lsa yo'q deylar, bor bo'lsa bor. Bitta bo'lsa bitta, ikkita bo'lsa ikkita, uchta bo'lsa uchta. Ha, nechta? Mi? Ikkita. Bu shekilda. Ikkita. Bitta. Qaysi? Tuffa. Yo'q, yo'q, u bas. Bitta bo'lsa nima o'tirgan holda bo'ladi. Yo, men bilmayman. Hozir so'rang. Hozir aytaman. Nima dedingiz? Bitta. Qaysi dedingiz holda? Akaltu. Tozajan anaqa bo'lib qoladi. Ana yangi. Xudoyim. Avazbek, nari tomonda o'tiring. Nima dedingiz? Tozajan sifat bo'lib qoladi deyapsiz. Jalisan holda. Demak bitta. Ha, bitta. Siz ham bittaga qaytdingiz. Siz ham o'zi bobom ko'pchilik qatorida bo'ldi degan. Avazbek o'zi qizil kartochka olgan. Akaltu deb qo'yapti-yu. Ha, boshqatdan aytish imkoniyatingiz bor. Hoji Akbar? Donaman endi keldimi? Ha, Abduvas. Jalisan. Qaysi? Tozajan bilan jalisan. Avazbek? Hali ham akaltu? Ha. Jalisan. Jalisan bitta. Xo'p, kallangiz qursin Avazbek. Fe'l hech qachon hol bo'lmaydi, chunki bu fe'l o'zi. Tushundingiz? Bu birdan ikkita narsa bo'la olmaydi. Tushundingiz? Va aytdimki, u holda nasb holatda turadi, noni holatda. Bu nasbligini topib beringchi. Bo'ladi, so'rachi. Xo'p. Va bitta tabriklation qilamiz Mohiraxonda. O'z fikrida qat'iy turib ikkita dedi va to'g'ri aytib berardi. Tuffahan, akaltu deb o'tirmadi. Ha? Balki nima qildi? Tozajan bilan jalisan. Qaranglar, shu yerda ikkita hol bor. Tamam? Lekin bitta Bobur ham fikrlab qo'ydi-da. Qolganlar ergashuvchilar. Ha? Demak, Bobur fikrlab turib, tozajanni mana yangi olma deb turib, ha? Buni sifat qilib olsak ham bo'ladi-ku. Yangi olma bizda sifatga to'g'ri kelyapti. Lekin buni tarjimasi bunaqa bo'ladi, qaranglar. Men o'tirgan holatimda yangi holatdagi olmani yedim bo'ladi. Tushundinglarmi? Ya'ni bu yerda tozajan bu hol bo'lyapti. Tushunarli? Mana buni hol. Sohibul hal maf'ulun bihi bitta. Tozajanni sohibul hali qani desa, maf'ulun bihi deymiz. Tushunarli? Endi jalisanni sohibul hali mana bu tu. Akaltudagi tu. Tamam? Ya'ni men ish harakatni men bajaryapman bu yerda, to'g'rimi? Shuning uchun demak, mana jalisan sohibul hali tu bo'lyapti, tozajanniki tuffaha bo'lyapti. Tushunarli? Bu yerda ikkita maf'ulun bihi bor ekan. Nima uchun ham mana meni holda aytdimki sizlarga, holni sohibul hali muhimda bu narsa. Birinchi sohibul halni topib olish kerak. Yo foil bo'ladi dedim, mana bu yerda tu foil. Yo maf'ulun bihi bo'ladi dedim, to'g'rimi? Mana tuffaha maf'ulun bihi. Mana shu doim aniq holatda turishligi shart. Tushundinglarmi? Agarda shu sohibul hal mashtoz tuffaha aniq holatda bo'lmaganda, tuffahan bo'lib qolganda, mana bu hol bo'lmas edi. Tushundingiz? Balki Bobur aytgan gap bo'lar. Bu sifat bo'lib qolar. Sifat bilan holda farqi shetda. Ataylardan shu misolni yozdimki, sifat bilan holda farqini o'rganib olinglar deb. Tamam?
so'zimiz noaniq holatda kelsa, undan keyin kelgan so'z nima bo'lar ekan? Sifat bo'lib beradi. Tushundinglarmi? Agar so'z noaniq holatda kelib qolsa, endi bu hol bo'lib qoladi. Farq tushundinglarmi? Demak, hol doim o'zidan oldingi so'zni aniq holatda turishligini nima qilar ekan? Talab qiladi. Hol bo'lishligi uchun sohibul hal doim aniq bo'lishi kerak. Tushundinglarmi? Doim aniq holatdagi so'zdan keyin keladi hol. Tushundikmi? Tushundinglarmi? Agarda mana shu tuffaha hozir aniq emas, tuffahan bo'lganda tozajan sifat bo'lib qolardi. Agar mana shu endi at-tuffaha bo'lgani uchun tozajan hol bo'lib qoldi. Farqi tushunarli? Sifatda noaniq, holda aniq bo'ladi. Yoki de sifat bo'lishi uchun mana bu ham at-tozaja bo'lishi kerak edi. Ya'ni sifatning qoidasini eslaymiz. Sifatning qoidasiga ko'ra 100% moslashuv bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni jins, son, kelishik, holat deganmiz. To'g'rimi? Mana bu al bo'lsa, bunda ham al bo'lishi kerak degan joyi bor. To'g'rimi? Hozir bu narsa yo'q, topilmayapti. Holda hol doim noaniq, o'zidan oldingisi aniq bo'lishi kerak degan joyi bor. Bular faqat nimada moslashar ekan? Jinsda va sonda xolos. Muzakkar bo'lganligi uchun muzakkar, birlikda bo'lganligi uchun birlikda bo'ladi. Tushundikmi? Mana bu joyda ham tu o'zi aniq. Chunki kim gapirayotgani aniq, to'g'rimi? Domirlar doim aniq bo'ladi. Men gapiryapman bu yerda, ha? Shuning uchun ham bu aniq holatda turibdi va birlikda turibdi, to'g'rimi? Shuning uchun jalisanni qo'ydik. Endi gapirayotgan odam o'g'il bolalik uchun jalisan bo'ldi. Qiz bola bo'lganda jalisa tan bo'lardi. Tushundinglarmi? Mana bu yerda misol fa tuffahatan bo'lsa, mana tozaja tan bo'lib qoladi. Tushundinglarmi? Jinsda va sonda hop moslashish shart. Tushunarlimi hol?